Agar to'g'ri javob bersangiz, sizga Chacha brendidan sovg'a beramiz. U savol emas, lekin javob berish kerak. U otangizning qizi, lekin opangiz ham emas, singlingiz ham emas. U kim? O'zim. To'g'ri. To'g'ri javob berganingiz uchun sizga sovg'a. Zo'rdan peshonasining yozing. Xo'roz bir kunda 5 ta tug'sa, bir haftada nechta tug'adi? Xo'roz tug'maydi-ku. Abduqodir Husanov boks bo'yicha qachon chempion bo'lgan? Variantlar bormi? Enangni yeri bildi. Bir nima qilinglar mana uni. Ikkita qo'lingizda 10 ta barmog'ingiz bor, 10 ta qo'lda nechta bo'ladi? 100 ta. Yo'q, noto'g'ri javob berdingiz. Tortib yuboraymi? Ya o'zingni tortib yuboraman. Abduqodir Husanov qachon boksda chempion bo'lgan? Bokschi emas, futbolchi-ku. To'g'ri javob berdingiz. Qoshingni o'rtasiga shundoq urama, quloqing chapga chaladi. Ikkita qo'lingizda 10 ta barmog'ingiz bor, 10 ta qo'lda nechta bo'ladi? 10 bo'ladi, bilmayman-da. Manaqa chiroyli bolaga kimlar qizini bermaydi? Tovuq bitta oyog'ida 20 kilo, ikkita oyog'ida necha kilo bo'ladi? 20 kilo bo'ladi. To'g'ri topdingiz. Yana yetkazib qo'ydim. Bo'lmadi. Abduqodir Husanov boks bo'yicha qachon chempion bo'lgan? Abduqodir Husanov futbolda o'ynaydi, Manchester City. Jonimga ham tegib ketdilar. Senlarda boshqa dardim yo'qmi?